Tibbiyot birlashmalari tarkibiga kiruvchi tuzilmalarda yangi ish faoliyatini boshlagan yosh salohiyatli shifokorlarning oylik maoshiga qo'shimcha ustama pullari to'lab beriladimi? O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 17-maydagi P136-sonli tibbiyot muassasalari xodimlarini moddiy qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirishni kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni 2-bandida yangi ish boshlagan salohiyatli yosh shifokorlarga 1 million so'mgacha maxsus oylik ustamalar to'lanishi ko'rsatilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi hamda Moliya vazirligining 2023-yil 16-yanvarda ro'yxatdan o'tgan 34-16-sonli tibbiyot muassasalarini moddiy rag'batlantirish va rivojlantirish jamg'armasi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qarorining 1-ilovasida keltirilgan nizom 13-bandiga ko'ra maxsus komissiyaning tegishli qarori asosida qabul qilingan tibbiyot muassasasi rahbarining buyrug'iga muvofiq yangi ish boshlagan tibbiy oliy ta'lim va tashkilotlari bitiruvchilariga, ya'ni salohiyatli yosh shifokorlarga ishga qabul qilingan kundan boshlab oylik ish haqi to'lovlariga maxsus oylik ustamalar qo'shimcha tarzda belgilanishi ko'rsatilgan. Salohiyatli yosh shifokorlar uchun 1 million so'mgacha maxsus oylik ustamalar ularning birinchi 3 yillik mehnat faoliyati uchun belgilanishi ko'rsatilgan bo'lib, birinchi yil uchun 1 million 500 ming so'm, ikkinchi yil uchun 750 ming so'm hamda 3-yil uchun 500 ming so'm miqdorida ustamalar to'lanishi belgilangan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 25-moddasida xodimlarga berilishi lozim bo'lgan ish haqini ushbu kodeksga, jamoat shartnomasiga, ichki mehnat tartib-qoidalariga, boshqa ichki hujjatlarga, mehnat shartnomalariga muvofiq belgilangan muddatlarda to'liq hajmda to'lash ish beruvchining asosiy vazifasi qatorida ko'rsatilgan. Shu sababli yuqorida aytilgan ustama pullari yangi ish faoliyatini boshlagan yosh salohiyatli shifokorlarga to'lab beriladi.